Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Limit masalasi bo'yicha kichkinagina bir yangilik eshitmaganlar uchun. Bu yangilik kuni kecha chiqdi, balkim ko'pchilik eshitgan ham bo'lsa kerak. Hurmatli prezidentimiz gazga, svetga qo'yilgan limit, ya'ni narx-navo 1-apreldan emas, balki 1-maydan kuchga kiradi deb qaror chiqardilar. Ya'ni 1-apreldan emas, 1-maydan narx-navolar ko'tarilishni boshlaydi. Va ko'pchilik menga shu o'rinda telefonlar qilishyapti. Aka, nima bo'ldi? Limit challenge o'tkazayotganimizni ko'pchilik biladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani birinchi bo'lib men boshlagandim. O'sha uchun ham efir qilsam ham, yoki bir video qo'ysam, yoki telefon qilib, Telegramdan, WhatsAppdan nima bo'ldi aka deb qiziqishadi, lekin eng afsuski video kelishi to'xtadi. Hech kim tashlab bergani yo'q menga. Qo'ygan videolarimiz kelgan menga video murojaatlarda men maksimalni qo'ydim. Rahmat, kommentariya bo'yicha, like bo'yicha podдержкалар вообще мощный bo'ldi. Kerakli joyga yetib ham bordi. Natijada menga bo'lar bo'lmas bosimlar bo'ldi. Menga nisbatan, ota-onamga nisbatan, hattoki otamni tegishli idoralarga olib borib, har xil tushuntirish ishlarini olib borishgan. Lekin shunga qaramasdan turib, men videoroliklarni udalet qilganim to'g'ri. Ayrim bir videolarni kommentariyasini yopishga majbur bo'ldim, chunki juda ham bir haqoratli kommentariyalar ko'paygani uchun majbur bo'ldim yopishga. Buni ham o'sha kibr xavfsizligidan telefon qilib mendan talab qilganligi uchun. Va oxirgi vaqtda har bir qo'yadigan videoyimdan o'sha kuzatuvchilardan iltimos qilyapman, shu kommentariyaga qo'pol so'z yozmanglar deb iltimos qilib so'rashga majbur bo'lyapman. Va mana bu video murojaatim ham hurmatli o'zbek xalqi, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Bir oy vaqt bor. Qo'rqmasdan videorolik jo'natib beringlar. Hali menga shuncha odam video murojaat tashlab berdi, birontasiga bosim bo'lgani yo'q. Bo'lmaydi ham. Hech kim bosim qilmaydi ham, chunki har qanday O'zbekiston fuqarosini o'zini konstitutsiyaviy huquqi bu. Buni bilishlaring shart. Maksimal jo'natib beringlar. Men chiqarib qo'yay. Bir oygina vaqtimiz bu, bir oy. Meni o'ylashim bo'yicha natija bo'ladi. Bu kechiktirilganning sababi o'sha xalqdan norozi bo'lganligini hukumatimiz ko'ryapti, bilyapti. Endi aytilishi bo'yicha bu bir oyga kechiktirilganning sababi o'sha xalqqa nisbatan, yosh biznesmenlarga nisbatan bir nima deydi, imkoniyat deb aytilyapti, lekin bu narsa sabab bo'lishiga men qaysidir ma'noda ko'zim yetmayapti. Ya'ni meni ko'proq tahlilimga ko'ra bu narsa ko'proq xalqni norozi ekanligini ko'ra bilib turib, mana shu narsani cho'zgan bo'lishi ham mumkin degan fikr bor menda. O'sha uchun do'stlar, men yana aytaman, kuch bu birlikda. Haqorat qilmasdan, qo'pol gap gapirmasdan, prosta chiqib, men O'zbekiston fuqarosiman. Mana shu limitga, gazga, svetga qo'yilgan limit masalasi bo'yicha men qarshiman, qiynalyapmiz. Mana shuncha oylik olaman, mana shuncha pensiya olaman, yetmayapti degan menga 1 minut, 2 minut video murojaatlaring bo'ldi. Sizlarni hech kim bosib olib ketmaydi. Hech kim sizlarni bu borib turib mana yerga tiramaydi. Haq-huquqlaringni bilinglar, hurmatli yurtdoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bitta ikkita bloger chiqib turib dodovoy qilgani bu nolga teng. Eslaringdan chiqarmanglar. Nolga teng. Sizlar bilan men Hamid, har doimgidek. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Eslaringdan chiqarmanglar. O'sha har doimgidek kuch birlikda. Qachon birlashamiz, natija bo'ladi. Bo'lmasam dardimizni ichimizga yutib yuraveramiz.